Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Bugun sizlarga sunmoqchi bo'lgan mazmunimiz tatuq tajribasi. Lois Lapudas o'zining Yoshlarga sovg'at nomli kitobida kishini chunqur o'ylantiradigan mundaq bir hikoyani tilga olgan. Bir qitimliq psixologiya ilmiy tajriba faoliyatida psixologlar 10 nafar fidoyini yig'ib, ularni tatuq tajribasi deb atalgan bir maydon psixik tadqiqot tajriba faoliyatiga taklif qilgan. Bu 10 nafar fidoyi ayrim holda hech qanday aynak bekitilmagan 10 ig'iz uyga o'rlashtirilgan hamda tadqiqotchilar bu qitimliq tadqiqot va tajribaning maqsadi va usullarini ularga tafsiliy tushuntirgan. Tadqiqotchilarning aytishicha, ular bu fidoyilarga yuqori saviyali kirim qilish orqali ularni yuzida kishilarning diqqatini tortadigan tatuqi bor ko'rimsiz odamlarga aylantirdi ekan. Ondan ularni belgilangan joyga apirib, notanish kishilarning chiroyida tatuqi bor insonlarga qarshi qanday inkas qaytaradiganligini ko'rsatish orqali kishilardagi ma'lum xil psixik holatni his qildi ekan. Psixologlar Hollywooddan taklif qilgan bir dangliq kirimchikning qaltis mahoratidan foydalanib, har bir fidoyining so'l yuziga hech kim farq etolmaydigan darajada qandig'i va tatuq sizib chiqdi. Ondan yan aynak orqali har bir fidoyining girimidan keyingi chiroyini o'zlariga ko'rsatib qo'ydi. Fidoyilar o'zining navbatdagi yerginishlik yangi ruxsarini ko'rib, asti saqlab olgandan keyin tadqiqotchilar aynaklarni ilib ketdi. Uningdan keyin psixologlar fidoyilarning yoniga qaytib kirib, ularning yuzidagi tatuqning tixim aynan va uzoqqa o'chib ketmaslik uchun ularning yuziga ma'lum bir xil parashut surtib qo'yganligini aytdi. Amaliyotda psixologlar tatuq kirimi ustiga hech qanday parashut surtib qo'ymagan. Balki ho'l paxta bilan ularning yuzidagi hilali qilgan tatuq kirimini pak-pakiza tozalab etgan edi. Ammo aldinayotgan fidoyilarning esida qolgani bayotin o'zlari yon aynakdan ko'rgan badbashir chiroyi bo'lib, ular parashut surtilgandan keyin yuzdagi tatuqning tiximi aynan bo'lib ketganligini tasavvur qiladi. Bu bosqichdan keyin 10 nafar fidoyi ayrim holda cho'ng doktorxonalarning kutish zaliga ilib berilib, navbat saqlayotgan bemorlarning orasida o'ltirg'izib qo'yiladi. Kutish zalidagi kishilar u yandan bu yonga o'tishib turadigan bo'lib, hammasi ularga nisbatan notanish odamlar edi. Har qaysi fidoyilar o'zlari turgan kutish zalidagi notanish kishilarning o'zlariga qanday inkas qaytarganligini ko'zitib his qilib turadi. Tajriba oxirlashgandan keyin fidoyilar psixologlarga o'zlari borgan doktorxonalarning kutish uylarida boshdan kechirganlari haqidagi ta'sirotlarni bayon qilishdi. Ularning hissiyot o'rtoqligi ajoyib darajada birdeklikka ega edi. Fidoyi A: kutish uyidagi hili qisimiz xotin odamni bakla bizar qildi ekan. U eshikdan kirib menga kamsitish nazari bilan sap soldi. U o'zining qanchalik semiz va qanchalik satligini bilmasi kerak. Fidoyi B: hozir kishilarda haqiqatan hisdoshlik tuyg'usi sustlashib ketibdi. Men o'ltirmoqchi bo'lganda o'rindiqda bir o'ttir yoshlik er o'ltiribdi ekan. Mening o'ltirganimni ko'rib neriga ketib qoldi. Men yuzida tatuqi bor odamga o'shu. Shuningdan vabodan qochganda qochib ketishning hojati bormi? Bundaq odamlar haqiqatan bek rezil bo'lishi kerak. Fidoyi C: men yo'liqqan notanish kishilar ichida 2 yosh ayolning menda qoldirgan ta'siri bek cho'nqur bo'ldi. Ular kiyinishga bekla ahamiyat berdi ekan. Qarmoqqa bilimlik, tarbiya ko'rgan oq so'ngaklarga o'xshaydi. Lekin men ularning meni izchil o'g'irlikchi masxara qilayotganligini bayqab qoldim. Agar u ikkisi navoda er kishi bo'lgan bo'lsa-da, ularni toza bir adablab qo'ygan bo'lardim. Fidoyilar og'ziga tegmay, haqqoniy g'azab nafratga to'lgan nurg'un ta'sirotlarni bayon qilishdi. Ularning bayonlari o'xshash bo'lmagan kishilar ustida bo'lingan bo'lsa-mu, ta'sirotning yakunlari o'xshash edi. Yig'inchoqligida ko'p sonliq notanish kishilar ularning chiroyidagi nuqsondan yerigingan, ularga qo'pol muomala qilgan, hisdoshlik qilg'isi kelmagan. Ya'ni kelib, hammasi ularning yuzidagi tatuqqa adabsizlik nazari bilan tikilib qarashgan. Bu tajriba natijasi baldurilib psixikalik tayyorlik qilib qo'ygan psixologlarni hayron qoldirdi. Kishilar o'zining ojizligiga tutgan bir taraflama tonishi ularning tashqi dunyo va boshqalarga bo'lgan sezgusiga cho'nqur ta'sir ko'rsatdi va uni o'zgartirib o'tdi. Ko'rurmanlarga ma'lum bo'lgandek, amaliyotda ularning yuzidagi tatuq allaqachon pokiza tozalab etilgan. Biroq ularning hissiy zarbaga uchrashidagi bundaq sabab bo'lsa, ular yon aynakdagi tatuq yuzini ko'rganda, bu tatuq ularning qalbiga ko'chib bo'lgan. Dal shu qalbdagi tatuq ularning o'ziga bo'lgan g'alati tonishini shakllantirganligi uchun ularning boshqalarga bo'lgan hissiyotidimi ilgirkidan zo'r darajada farqlanadigan holat shakllanib qolgan. Amaliyotda har birimizning qalbida psixologlarning tajribasidan shakllangan tatuq ta'siroti bo'lmasa-mu, ammo ma'lum darajada ba'zi kechirmishlarimizdan qolgan yoki boshqa sabablar tufaylidan paydo bo'lgan undaq yoki mundaq tatuqlar bo'ladi. Qo'rqinchlisi shuki, bu xil qalb tatuqi borlarning hammasi o'zining tashqi dunyo va boshqalarga bo'lgan so'z harakatida bu tatuqlarni oshkorlab qo'ydi. Masalan, agar biz o'zimizni degandek kelishgan yoki chiroyli emas deb qarasak, hatto o'zimizdan bizar bo'lsak, o'zimizning arzimasligiga ishonib, o'zimizda haqiqatan bir muncha nuqsonlar borligini jazmlashtirsak, undaqda biz tashqi dunyo bilan aloqa qilib
Undaqda biz tashqi dunyo bilan aloqa qilish jarayonida jazmanki bilib bilmayla so'z harakatimiz orqali buni qayta isbotlab, toki atrofimizdagi har bir odam bizni haqiqatan shundaqligimizni jazmlashtirguncha davom qilamiz. Bu psixologiyalik tajriba bizga salbiy, qarang'u va passiv pozitsiyaning qanchalik ziyonli ekanligini bildirdi. Qalbingda farishta bo'lsa, atrofingda turgan hammasi farishta. Qalbingda jin bo'lsa, do'qmushda seni saqlab turgani yanada jin. Dal shunga qalbi muhabbat va ishonch bilan oftobdek illiq va yo'riq turadigan kishilarla yo'chin ko'zlarining sovuq soyasidan xoli yashaydi.